Bu mesniy go'sht, bu Belarusniki, bu Hindistonniki. Hozir uchtalasidan ham jaz shashlik qilib ko'ramiz, qaysi biri shirinroq chiqar ekan. Biz Chorsu bozoriga Belarus go'shti, O'zbekiston go'shti va Hindiston go'shtini mazasini solishtirish uchun keldik. Bu Hindistonmi, Pokistonmi? Indiya-ku, halol sertifikatlari ham bor ekan. Buni kilosi necha pul shunda? 90 ming, ha? 1 kilo kesishgan, bo'ladimi? Bo'ladi. Belarusda 1 kilo kontur file joyi 135 ming ekan. Yaxshi joydan kesib bering faqat. Shu molli konturdan kerak-da. Shu mashinadan kesib bering. Necha pul bu kilosi? 150 so'm. Belarusniki bilan почти narxi bir xil ekan. O'zbekistonnikini 140 mingdan oldik biz. Zokir shashligiga, Zokir akam o'zlari ham shetdali. O'zimizni mesniy go'sht, bu Belarusniki, bu Hindistonniki. Hozir shulardan shashlik qilib ko'ramiz. Qaranglar, hozir go'shtni ajratishni ham o'rgatamiz. Bizaniki mana ko'ryapsizlar, rangi sal ochroq bo'ladi. Belarusniki rangi mana sal to'qroq bo'lar ekan. Bizaniki qaraganda solishtiringlar mana. Bu Hindistonniki. Hop, mana go'shtlarni kesdik. Mana hozir bularni ham kesamiz. Go'shtimizni 75 ligin. O'zbekimniki. Bunisi bo'lsa А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Belarusniki. Bunisi bo'lsa Hindistonniki. Mana marinovka qilib bo'ldik. O'zimizning go'sht. Bu suvni shim bo'lgan. Belarusniki unaqacha ko'p shimmabdi suvni. Hindistonniki umuman shimmagan suvni. Bu shimgani yaxshimi? Shimgani yaxshi. Sixlab bo'ldik. O'zimizniki, Belarusniki, hindlarniki. Mana pishirish jarayonlari. Bu Hindiston, bu Belarus, bu ona yurtimi? Voy, jasellar oqib ketdi buni. Bu o'zimizniki. Aha, bu pishdi. Xullas shashliklarimiz ham tayyor bo'ldi. Mana ko'rib turganingizdek, bu o'zimizning O'zbekimning shashlisi, o'zbek mol go'shtidan bo'lgan. Bu Belarusniki, bu bo'lsa Indiya, bu bo'lsa Zokir akamning firmenniy nonlari. Ya'ni bismillah. Hindistonning shashlisi. Bismillah. Hindistonni go'shtidan qilingan shashligiga qo'yoqo degan baho beramiz. Belarusniki. Bu bo'limning yaxshiroq. Go'sht mazasi kelyapti-da. Belarusniki Hindistonnikidan yaxshi. Ona yurtning bag'ridan. Men farqi yo'q deb o'ylardim go'shtda, lekin ko'rinishidan farqi bor ekan. Bismillah. Men et olmayman shu. Belarusnikidan 10 barobar zo'r deya olmayman. Mazasi ham juda yaqin, lekin bizaniki bizani retseptorlarga yaqinroq mazasi. Bularnikiga qaraganda ancha yumshoq, chaynalishi ham приятный. Shuning uchun xullas birinchi o'rinni O'zbekistonga beramiz, ikkinchi o'rinni Belaruslarga beramiz, uchinchi o'rinni hindlarga beramiz. Shashlik qilish uchun maslahat bermayman bu go'shtni olish. Balki boshqa ovqatlar yaxshi chiqar. Shashlik qilaman desanglar, men bu o'zbek bilan Belarusniki yaxshi ekan.